Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Baliqchi tumani Olimbek qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz kraskadan oldingi holatlarini ham video qilib tashlangandi. Darvozamizni eniga 385, bo'yiga 325 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari 10 uchlik stenada bo'ldi. Profil 10 profil, taglari shivillar bo'ldi. Listlari 2lik listda, profillari 6x4, 1,5lik stenada bo'ldi. Juda chiroyli holda kelib o'rnatildi. Darvozamiz 1 kvadrat metr 870 ming so'mdan, o'sha summasi 10,9 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, zamoklar har doim o'rnatilgan. Shu super zamok. Dog'lasa yaxshi xizmat qilyapti zamoklarimiz ham. Orqa holatlari, orqalari ham tekis bo'lib, juda chiroyli holda o'rnatildi. Darvozamiz tepa holatlarini sitka bo'lib, havo aylanib turgani, ham sal darvozaxona yoriq turgani uchun qilindi, lazerda o'yilib. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmanglar. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham xudo xohlasa kraskadan oldingi holati o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.